İçini tozaladim, pashmet pishirdim. Nimaga bu xotin har safar makaronni tozalatib ovqat qildiradi? Nima chiqishi mumkin makaronni ichidan? Shukr qilyapsan, shukr qil. Shu xonadonga kelin bo'lmanki, shukr so'zdan boshqasini eshitganim yo'q. Shukr ham peki bor. Qaysi shukri pekini aytyapsiz? Voy Ovsinjon, pek degani bu hiqildog'imga keldi degan o'zbekcha so'zi fransuzcha tarjimasi. Ovsin o'zicha mana shu makaron tozalashlarimız, qaynonamizning muomalasi, erimizning be'tiborligi hammasi bu yoshligimizdagi travmalardan. Voy, mana gap nimada ekan? Yoshligingizga yiqib tushganmisiz o'zi? Voy, men yoshligimda faqat yiqitganman. Psixologlarning aytishi bo'yicha, mana shu qaynonamizning muomalasiga, hozirgi hayotimizga onamiz sababchi ekan. Ana o'sha travma deyiladi. Ha, gapingizda jon bor-ku. Lekin oyjonni bilasiz-ku, yotib qolmaylarmi? O'sin, u yog'ini menga qo'yib bering, tushunoldim. Otlanlar bittalar qaqqa yo'l oldinglar. Oyjon poliklinikaga ketyaptik. Ha, poliklinikaga borib yana menga yengillikni topib kelmalaring. Ay yo'q, oyjon, o'zi yaqinda yangilik bo'ldi-yu, qizamuvga privka olib kelaylik. Ha, qaynonam bilan ishinglar ham yo'q. Nima yedi, nima ichadi bu qaynonam deb ketmasinglardan oldin ovqat qilib ketinglar. Bilamasizlar, poliklinika bahona qilib qatlida yo'q bo'lib ketishinglarni. Voy, shu qadam bor bo'lsa, mana shu brat boy bo'lsa. Zam vruchat qiladi ardoyim. O'zinglar zahar bo'lsanglar, qo'linglar ishlar. Tez borib kelinglar. O'zim chiqishga chiqib oldi. Endi qayerga boramiz? Voy, kecha Instagramdan takoy restoran ko'rib qo'yganman. Borib chotki so'rala olib, bugun Instagramni portlatamiz, ikkita odamimiz ko'rsatamiz. Balalarni beshtasini aytibsiz. Erimiz bizdan ketsa kechadi. Ishidan kechmaydi. Voy, xavotir olmang, buni ssenariysini kecha yozib qo'yganman. Bunisini menga qo'yib bering. Poytaxtimiz Toshkent shahri kun sayin obod bo'lib bormoqda. Nimaga bizlarni do'konlarga tovarlarimiz o'z vaqtida yetib bormayapti? Uni yechimini kimdir yechadimi yo saralashishni man qiling. O'zinjon mamjon hozir ketdik-ku. Qochib turman. Assalomu alaykum. Uzr, bemavrid kelib qo'ydikmi deyman. O'zi boshliq degani qattiq qo'l turish kerak. Bo'lmasa ishchilar o'zidan ketib o'zini yo'qotib qo'yadi. Shu desangiz ko'chada haqingizda zo'r shuv-shuvli gaplar yuribdi. Shuni yetkazib qo'yaylik deb keldik-a? Davom eting. Mahallani hamma klientlari sizni tushunkingizni fanati. Ayniqsa sizni eng katta klientingiz bu bizani qaynonayjonimiz. Chakkilari ochiladi, tushunki beramiz. Chakkilari ochiladi, tushunki beramiz. Boyab ko'chaga sizni tushunkingizni berib, aldab-surdab chiqdik. Gap yo'q. Davom eting. Shu siz o'rtoq boshliq yoningizga bitta ish bilan keldik. Labbay qulog'im siladi. Gapiring siz ayting. Shuni siz o'rtoq boshliq bilasiz, hozir qizamuk kasalligi ko'p tarqalgan. Shunga shunda borib yerlarimizdan poliklinikada qizamukga emlatib kelmoqchi edik. 2 soatgagina ruxsat berasizmi? Hayotda tushunadigan odamlar ham ko'paydi. Bittadan nafsini ko'tarib ketdi. Tushungan odam sal az ketsa arziydi. 1, 2, 3. Mana romantika. Qali. Shumi romantika? Voy, o'zim buni oltin nima xolavasiz? Vau, chiburechniy romantika. Dushmanlarimiz ko'rib kuyib o'ladi. Как раз istoriya bo'lib romantika bo'libdi. Qaynonka bu qaynoq hol sizdan chiqay deyadi. Yo, onasi bu mendan chiqdi. Senga beraman degan va'dalar